Assalomu alaykum hurmatli aka-ukalar. Bugun Cobalt avtomobili ichkarida Nexus avtomobiliga gaz sinovga, metan sinovga qilmoqdamiz. Bunga qo'yiladigan topchaslarimiz reduktorimiz X argon reduktori bo'ladi. Boshqaruv blogi esa pastki 24 ga to'g'ri bo'ladi. Farqimiz Adak skirsin farsinkasi bo'ladi. Orqasida chanalar teshib balonni tayyorlamoqda. Nexus avtomobiliga keladigan bo'lsak, bunga ham xuddi shunday zaplast bilan sinovga qilib berganmiz. Farsinkamiz Adak original farsinkasi bo'ladi, reduktorimiz X original reduktori bo'ladi. Boshqaruv blogimiz esa Yevropa gaz brendidan Basiko 24 ga to'g'ri bo'ladi. Buni Xitoy chiqmagan. Bunga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin.